Assalomu alaykum, To'p va Gol kanalining ashaddiy muxlislari. Yaqinda bo'lib o'tgan PSG va Liverpul o'rtasidagi o'yinning taktik tahlilini ko'rib chiqamiz. Marhamat, ko'ring, tomosha qiling, zavq oling. Qani unda boshladik. Biz bu videoda qanday qilib Liverpul o'yinining katta qismida ustunlikka ega bo'la olmaganini va baribir dramatik g'alabani qo'lga kiritganini batafsil tahlil qilib chiqamiz. Va bunda Liverpulning 4-2-4 pressing tuzilmasiga qarshi kurashish uchun PSJning yarim himoyachilaridan biri odatda Vitina darvozabonlar oldidan to'pni qabul qilish uchun jarima maydoniga tushardi. Chunki Donnarummani bilasizlar, oyoqlari bilan ishonchli emas. Bu PSJni hujum boshlashda raqobatda ustunlik berdi. Mana ko'rib turibsizlar, bu joylashuvda Vitina himoyachilar qatoriga tushyapti. Bu esa pressingdan chiqib ketishga imkoniyatlar yaratyapti. Va bunda PSG juda keng zonalarga ochishga imkon bo'lyapti bu holat bilan. Va masalan Hakimi Robertson tashqarisida joylashib, markaziy himoyachi va qanot himoyachisi orasida bo'sh joy yaratadi. Bu joyda ko'rib turibsizlar. Va bu bo'sh joydan Kvaratskhelia yoki Dembele bo'sh joyga kirib boryapti. Vitinaning himoya o'rtasida harakatlanishi Liverpulning pressingda muammolar tug'dirishiga sababchi bo'lyapti. Bu esa 5ga 4 ustunlikni yuzaga keltiradi. Mana ko'rib turibsizlar, Vitina biroz orqaroqqa joylashyapti. Mana bu yerda qanotlardan hujumlar tashkil qilinyapti. Tashkil qilinayotganda qanot himoyachilari o'rtadan yorib kiryapti. Lekin ammo o'yinni ko'rganlar buni juda yaxshi bilishadi. PSG juda ko'p imkoniyatlarga ega bo'lsa ham, lekin imkoniyatlardan foydalana olmadi. Juda ko'p imkoniyatlarni ko'pga sovurdi. Liverpul esa mana bu yerda ham ko'rib turibsizlar, Barkala oldinga chiqyapti. Qanotdan Kvaratskhelia va Dembelega zona yaratyapti. Mana himoyaviy tuzilishi, mana Liverpulning himoyasini ko'rib turibsizlar. 2ta tayanch himoyachisi va 4ta oldinda himoyaviy tizim bilan PSJning hujumlariga qarshi turishga intilyapti. Ammo mana ko'rib turibsizlarki, PSJning qanot himoyachilari oldinga chiqish natijasida PSJning hujumchilarda qanotlarida bo'sh joylar yuzaga keltiryapti. Mana Kvaratskhelia to'p bilan bo'lgan vaziyatda chap qanotdan himoyachi kiryapti. Bu qanot vingerlarga bo'sh zona yaratishga sabab bo'lyapti. Mana Dembele markazga qarab yorib kelayotganda Ashraf Hakimi unga bo'sh zona yaratish uchun o'ngga qarab harakatlanyapti. Mana bu yerda ham ko'rib turibsizlar, 4-2-3 sxemasida pressing qilyapti. Endi PSJning pressingini ko'rib turibsizlar. PSG 2-4-4 sxemasi bo'yicha pressinglarni amalga oshirdi. Mana joylashuvda ham ko'rib turibsizlar. Liverpulda pressingida mana 4-2-4 joylashuv bo'lyapti. PSJda esa
PSJda ham xuddi shunday unga qarshi xuddi shunday u ham harakatlanyapti. 4-2-4 sxemasi asosida ular ham pressing yuzaga keltiryapti. Ammo bunday vaziyatlar bo'lgani bilan PSJ imkoniyatlaridan foydalana olmadi. Dastlabki 4-3-3 o'ynagan bo'lsa ham baribir Liverpulga moslashishga majbur bo'lib, ular ham 4-2-4 sxemasiga o'tdi. Va Liverpul Alissonning ajoyib o'yinidan foydalanib, oxirgi daqiqalarda o'z imkoniyatlarini kutdi va foydalandi. Endi Enfilddagi ajoyib o'yinni qanday kechishini kuzatish juda qiziq bo'ladi. Hammaga rahmat katta tomosha qilganlar uchun.